يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz, muhtaram Müslüman qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda biz mu'min musulmonlarni 90 o'rinda chaqirib bizni musulmonlarning axloqi, muomalasi, ibodati, musulmonlarning boshqalar bilan bo'lgan aloqa, do'stlik tin boshlab oila, jamiyat, davlatga qadar butun sohaga Alloh taolo bu 90 nido orqali yo'l yuriq ko'rsatma bergan. Ve bu nida orqali Allah subhanahu va taolo jannatning yo'lini ichib bergan, yo'lini ko'rsatib bergan. Chunki Qur'oni Karimning har qanday yerini qaraydigan bo'lsak, Allohga ishonganlarning jannatga kiradiganligi, hisobni oson beradiganligi, Allah subhanahu va taologa ishongan bandalarning qilishga tegishli amallari va o mu'min musulmonlarga avatilgan payg'ambarning so'zlanishi bilan birga uning qarshisida bu haqiqatga ishonmagan kofirlarning ahvoli, ularning halok bo'lganligi, do'zaxga kiradiganligi, dunyoda ularning xor bo'ladiganligidan iborat. Mana bu ikki yo'lni tunutish, tushundirish va uning oqibatining nega boradiganligi, qandoq bo'ladiganligini bayon qilish bilan Qur'oni Karim asosiy jihatdan mukammal bo'lgan. Va Qur'oni Karim tavhidning dalillarini, tavhidning isbotlarini bayon qilish va kufr shirkninki batil asosi yo'q e'tiqod ekanligini ichib berish bilan Qur'oni Karim asos jihatdan mukammal bo'lgan. Demak, Qur'onning asosliq yadrosi tavhid va uni bayon qilish, shirk va uningga kufr va uningga qarshi turish. Shuning uchun mana bu nido har bir mu'min musulmonning jannatga bo'lgan yo'lini, Allohga bog'lanadigan va Alloh subhanahu va taolo bilan haqiqiy bir bog'lanadigan yo'lini ko'rsatib turadigan eng muhim nidolarning birisi. Biz bu 90 nidoni so'zlash, tushundirish va uni musulmonlarga o'zimizning iqtidorining tuvanligiga qaramasdan yetkazishga niyat qilib, bugungi darsimiz bunun 13. qismisi Sura Anfalning 24-oyat. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baynal mar'i va qalbihi va annahu ilayhi tuhsharun degan bu qismiga kelgan. Aziz qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zi eng yaxshi ko'radigan sifat iymon sifati bilan biz mu'min musulmonlarni chaqirdi. Ey mu'min bandalarim, ey aziz bandalarim, ey mukarram bandalarim deb Alloh taolo bu eng o'zi yaxshi ko'radigan sifat bilan chaqirdi. Shundaqla bu iymon sifatini biz mu'min musulmonlarni eng yaxshi ko'ramiz. Masalan, bir odamni sen kafir ya sen munofiq desa,
o namaz okumaydigan adam bulap kessin, roza tutmaydigan adam bolsun, o bir Müslümandan tug'ilgan adam bo'ladigan, o sen munofiq kafir desa, o qattiq xafalaydi o. Men Müslüman emas, munofiq emas, men kafir emas, men bu bir elhamdülillah Müslüman deydi. Bu kadar yaxshi ko'rdi aziz birodarlar. Mana bu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo bizni chaqirdi. Bunda chaqirishninki sabablardan birisi, birinchi Allah o'zaro bir-birimizni chaqirishgan chaqda eng go'zal ismlari bilan, hurmat, ehtirom bilan chaqirishga bizni ügütüş ve şununla davet kılış. Bandalarim o'zaro bir-biringlarni chaqirgan chaqinglarda güzel isimlaringlar bilan, hurmatli isimlaringlar bilan chaqirishinglar. Unda qalaymiqan isimlar bilan yoki nachar isimlar bilan bir-biringlarni chaqirishmanglar dedi Alloh taolo. İkinci birisi mana bu iman süpti bilen bizni çağırıştın maksat, ey yolunla da, akide itikadınla da, kıymet karışınla da, başka İslam yoludun, mümin Müslümanların yolunun ayrılgan bendilerim, yani başkalarının ayrılgan bendilerim, sile imanınlığı layık, itikadınlığı layık, mümin Müslümanlığa layık yaşanlar deb Allah Teala biz Müslümanlarni mana bu iman süpti bilen yeni bizge bu imanını eslatmoqchi. Aziz Müslüman qarindoshlar, Allah Subhanahu va Taala bu oyat karimida bizge en muhim imanning talablari, taqozzolari bo'lgan ve imanning asaslık amilleri bo'lgan bir amilni bizga eslatmoqchi. O amil davomli bir mu'minda Allah Taolaga icabet qilish, Allah'ın chaqiriqiga icabet qilish, Allah'ın peygamberinin chaqiriqiga icabet qilish, Qur'oni Kerimning chaqiriqiga icabet qilishdan iborat bu ideya, bu an tiklanishga Allah bizni buyuryapti. Deydi ki İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ey bandalarim, Allah'a ve peygamberge icabet kılınlar. Kaçaniki o her biri silahını tirildirdiğen, silahını aziz kılıdıgan, silahını hür kılıdıgan, silahını dünyadan namınla, hukukunla bilen yaşaydıgan, hayatka igi kılıdıgan işleri çağırırsa size icabet kılınlar. Hep Allah Teala mana bu icabetke bizni buyurdu. Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiş bilen Allah Subhanahu ve Taala'ya boysunuş, Allah Taala'nın buyruklarına amel kılış, Allah Taala sizgan yol bilen yaşaş, Allah Subhanahu ve Taala'ya kulçuluk kılışını özünün asası, prensipi ve hayat nizami de kalbide şek, şübhe, kımgan haletide itiraf kılış bilen İslam dinine kirdiğanlıqını biliriz burada. Ve La ilahe illallah deyiş bilen Müslümanın hayatının bu kelimeni demeyen kişilerin hayatının akide cihette, ahlak cihette, fikir cihette, kanun, nizam cihette, aile alakası, münasebeti cihette ve umumi bütün cihetlerde farklanıdığan, başka hayatlık yolunun ayrıldığan bir yol ikenlikini Müslüman elbette biliriz braderler. Allah Subhanahu ve Taala mana bunu bilgen Müslümanlığa yine istecibu lillah, Allah'a icabet kılınlar deydi. Bu yerdeki istecibu degen derhal icabet kılınlar. İcabet kılışka
tayyor turinglar. Her vakit Allah Taala tarafidan nida chaqiriq qiladigan, men Allohning bir askari, men Alloh Taolaning quli, men Allah subhanahu va taolaning rizoligini izlash uchun o'zimning jonini, malini satgan bir zot. O nimaga buyursa men uni qilaman, nimadan to'ssa men undan yonaman. Men hayotda bir vazifani ustimga elib yashayotgan bir inson. Bu vazifani bergan zot Alloh, bu vazifaning egasi Alloh, bu vazifani o'rinlovchi men, bu vazifani o'rinlaganligim uchun oladigan maosh jannat, Rabbimning roziligi degandan iborat. Mana bu ong bilan sizlar yaşanglar deb Allah Taala bizni yeni bir qitim o'zimizning shu zihniyatimizni yengilashqa va fikrimizni yengilashqa, ideyimizda yana o'zimizdan hisoblanishqa Allah Taala bizni bu yerda chaqirdi aziz birodarlar. Lillahi Allohga ijobat qilinglar. Allah subhanahu va taologa ijobat qilish vahiy tushayotgan chaqida vahiyga ijobat qilish bilan vahiy tushib mukammallashgandan keyin, ya'ni Qur'oni Karim mukammallashgandan keyin toki qiyomatga qadar Qur'oni Karimga ijobat qilish, Qur'oni Karimga amal qilish bilan bo'ladi aziz birodarlar. Aziz musulmonlar, Allah Taala bütün kainatni, mahlukat, mevcudatni o'zi yaratdi. Allah'ın bunu yaratkucu ekanligini şerik yok. Allah'ın dünyanın nizamını urullaştırganlığı şeriki yok. Allah Teala'nın mana bu biz yaşayotgan, yani 7 milyar insan yaşayotgan bu dünyanın asmını, zimini, denizi, sahrası, tağları, keçisi, kündüzü ve şundakla hem nersi bilen Allah subhanahu ve ta'ala'nın urullaştırganlığı, hatta insanın er buluşu, ayol buluşu, nerede tuguluşu, nerede yaşaşı, qanday buluşudan başlap hemmini Allah subhanahu ve ta'ala'nın urullaştırganlığı mutlak özgertilmeydiğin bir ilahi urullaştırmazdı birodarlar. Allah aşuncha ola urullaştırıp onun içinde dünyada insanı Allah yarattı. Bütün dünyadaki asman, zemin, onun arasındaki barcha narsa muşu dünyada insanın baxtlik, insanın xotirjam yaşaşı için, şununla mas buluşu için Allah Teala bunu bekitip koydu. Mana dünyada sudun insan faydalanıdı, quyoshdan insan faydalanıdı, aydan insan faydalanıdı, havadan insan faydalanıdı, tuproqdan insan faydalanıdı, barcha narsadan inson faydalanadi. İnsanni Allah subhanahu va taolo mana bu şeylerden faydalanadigan xo'jayini qildi. Allah insonni bu dunyoning, koinotning xo'jayini qilish bilan Allah taolo bir maqsadni biz insonlarga bildirdi. İnni ja'ilun fil ardi xalifa. Men sizlarni dunyoda o'zimga o'rin basar qildim. Yoki o'rin basar qilmoqchi deb Alloh taolo ini buni bekitdi. Shuning uchun musulmon inson dunyoda Allah subhanahu va taolo bekitgan g'oya bilan har bir musulmon insonning g'oyasi bor. Har bir musulmon inson nima g'oyang bor, nima nishoning bor deb so'rasa, menda g'oya yo'q, mende nişan yok deb cevap verse, bu İslam'ı düşünmeyen insan buludu. Bu İslam'ı hakikat tanımayan insan buludu. Her bir Müslümanın bir gayesi var. Çünkü o gayeni İslam'dan ağan, o kıymet karışını İslam'dan ağan, İslam her bir Müslümana bir gaye, nişanını bekitip vergen aziz birodarlar. Mana bu gaye nima desa, dünyanı, hayatlıkını Allah subhanahu ve ta'ala'nın iradesi, Allah subhanahu ve ta'ala'nın razı bo'lgan yolu bilen güllendiriş ve terakki kıldırış. Müslüman dünyani terakki kıldığıyla, hayatlıkını güllendirgili, mana bu cemiyetini idare kılgılı
nima? Allah subhanahu va taolo uni yaratgan. İnsanni. İnsan mana buni Allah taolodan qabul qilgan aziz birodarlar. Xuddi bir davlatning askarlariga sening vazifang nima desa, bizning vazifa mushu davlatning chegaralarini bu davlatga hujum qilmoqchi bo'lgan, davlatni parchalamoqchi bo'lgan yoki davlatni besib olmoqchi bo'lgan har qanday dushmandan saqlab bu davlatning ichini tinch, xotirjam, xalqni baxtlik, bayashat, yashashga ega qilish deb javob berganda bir musulmon insonning, har bir musulmon insonning mana bu dunyo hayotini qanday qilish, gullantirish. Dunyo hayotini gullantirish, dunyo hayotini tartibga solish, dunyo hayotini rad qilish uchun Alloh subhanahu va taolo har bir payg'ambar bilan birga bir kitobni, eng oxirgi payg'ambarimiz Hazrati Muhammadur Rasulullohga Allah subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilib, shu Qur'on bilan sen o'zingning oilasini, jamiyatini, jamoatingni va davlatingni, umumiy insonlarning hayotini mushuning orqali idora qilsa, boshqursa, mushuning orqali radlisa, tartibga solsa, mana bu sening vazifang. Men seni mushu vazifa uchun dunyoga akeldim, mushu vazifa uchun mushu vazifani sana berdim, yana seni mushu vazifadan qiyomat kuni hisob olaman deb Alloh subhanahu va taolo mana bu g'oyani biz insonlarga o'zining shu inni ja'alun fil ardi xalifa degan oyat karim orqali bekitib bergan aziz birodarlar. Mana bu oyat karim orqali bizga bu g'oyani o'rgatib bergan. Allah bu bugunki bu sözüde istacibu lillah degan sözüde mana bu g'oya uchun dunyoga kelgan ekansizlar, buningga hozirlik qilinglar, buningga tayyor turinglar, buningga ovoz qo'shinglar deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Va payg'ambarni ana shu g'oyani tushundirish, ameliy hayoti bilan ko'rsatish uchun Alloh subhanahu va taolo avatdi. Har bir la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kishi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kishi mana bu g'oyani Qur'oni Karimdan elish, Hazrat Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ameliy hayotidan ko'rish bilan bu g'oyaga hozirlik qilishi va tayyorlik qilishi va buning uchun davomli harakat qilishi lozim. Allah iza da'akum, agar u payg'ambar sizlarni tirildiradigan narsaga chaqirsa ijobat qilinglar dedi. Mufassirlar tirildiradigan narsa nima degan haqda mujohid lil haq dedi. Haqiqatga chaqirsa dedi. Chunki payg'ambar chaqirgan yo'l haq yo'li. Payg'ambar chaqirgan ish haq ish. Payg'ambar chaqirgan har qanday ish haq. Haq dunyoda yo'qolmaydi. Haq ahli dunyodan yo'qolmaydi. Haqiqat har qachon dunyoda igichaqsiz qolmaydi birodarlar. Shuna islom mana biz mu'min musulmonlarni, jumladan buning ichida Uyg'ur musulmonlarini 1000 yilning mobaynida davomli saqlab kelgan. Agar islom bo'lmagan bo'lsa, o'zimizning sonidan necha yuz hassa ortiq bo'lgan bir dushmanning qo'l ostida turib, allaqachon biz yo'qolib ketgan bo'lardi. Bizni birdan bir dunyoda hayot saqlagan, boshqalarga singib ketmay, boshqalarga ayrılışib ketmay va boshqa dushmanlarning yo'liga butunlay kirib, ashularning ideologiyasi va ashularningki sizib bergan yo'li bilan tugishib ketmay, yana ayrim o'zining tili, madaniyati, tarixi, yeziqi va shundaqla o'ziningki qimmat qarashi bilan hayot tug'izgan narsa mana bu islom azimi. Şu bununla çağırsa size icabat kılınlar dedi. Şu her qanday bir millet
agar men dunyodan yo'qolib ketmay desa, u millat shu islomga ergishishi lozim. İslamni qabul qilish lozim. Qatada lima yuhyikum sizlarni tirildiradigan narsa Qur'oni Karim dedi. Aziz birodarlar, Qur'onni o'zining hayotiga mukammal tatbiqlagan, Qur'on bilan bir butun bog'lanib ketgan, tirik Qur'onga aylangan shaxslar dunyoda davomli hayot shaxslari birodarlar. Shuning uchun birinchi shahid dunyoda hayot. Qur'onning yetaklagan yo'li bilan, Qur'onning ko'rsatgan yo'li bilan yashagan va o'zini shu yo'l uchun atgan shahidlar, siddiqlar mana bular dunyoda hayot esi birodarlar. Davomli millat ularni yod etib turadi, eslab turadi. Davomli ularning tarixini o'ziga ulgu qiladi. İmam-ı Sudi İslam dedi. Sizlarni hayot qiladigan narsa islom. Buningga chaqirsa, sizlar ijobat qilinglar deb Alloh taolo yana buyurdi. Qur'oni Karim yoki islom haqiqat deb tafsir qilish, mu'minni chaqirib turib Alloh subhanahu va taolo yana bu islomga, yana bu Qur'oni Karimga chaqirsa sizlar ijobat qilinglar deyishi, sizlar buningda haqiqiy chin turinglar. Mustahkam turinglar. Qur'onning atrofiga haqiqiy uyushinglar dedi. Nima uchun? Chunki musulmonni Qur'onning yo'lidan, haqiqatning yo'lidan chiqarib o'tadigan, shatnatib o'tadigan omillar intayin ko'p. Mana bugun biz musulmonlar o'zimizning kelgusidagi mustaqilligi bo'lsin, hürlüki bulsun, yoki özümüzün mevcutluğumuzda saklaş bulsun, onundan başka millet süfitide mevcut kılış bulsun, her bir işte biz bunu başka yerliden, yoki başka kişilerden izleydiğen bir halette turvatımız burada. Aslında Allah subhanahu ve taala bir millet qanday qilganda yo'q bo'ladi. Qanday qilganda mavjud bo'ladi, qanday qilganda u millat qad ko'tarib tura oladi. Dunyoda o'ziga o'zi hujum bo'la oladi, o'zining mustaqilligini qo'lda saqlay oladi. Mana buning hammani islom Qur'on bilan bayon qilib qo'ygan. Qonuniyatlarini buni bayon qilib qo'ygan. Biz musulmonlar Qur'oni Karim orqali taraqqiy qilish, gullanish, borliqqa kelish, yo'q bo'lish, tugishdan iborat mana bu omillarni Qur'ondan olmay, Qur'ondan o'rganmay, Qur'oni Karimninki yo'li bilan tunimay, boshqa yo'llardan tunishga tirishganligimiz mana biz dunyoda bu Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan bu hurlikka, bu hayotlikqa chiqolmasligimizdanki bir alomat az birodarlar. O'ylab bakinglar. Qur'oni Karim tarixda Adam alayhissalatu vassalamdan boshlab nurg'un millatlarning qandoq bo'lib dunyodan halok bo'lganligi, nima uchun halok bo'lganligi, yana nurg'un ojiz millatlarning qandoq bo'lib ularningki taraqqiy qilganligi, gullanganligi, mavjud bo'lganligini hammani bir-birlab Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ydi Alloh taolo. Nuh alayhissalatu vassalamdan tortib Hazrat Muhammad Rasulullah'chilik nurg'un millatlarning tarixini bayon qilib berdi. Bu biz musulmonlarga tarixni o'rganish orqali dunyoda davlat qurish, davlatdan ayrilish, mavjud bo'lish hammani o'rgatganligi bu. Shunga Alloh taolo "Iza da'akum lima yuhyikum" deb Qur'oni Karimga chaqirsa ijobat qilinglar deb Alloh bizga buyurdi. Yana ba'zi mufassirlar Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu Allah sizlarni har holatdan keyin aziz qilgan jihodga chaqirsa, sizlar buning ijobat qilinglar dedi. Musulmonlar Qur'onning yo'lida jihad qilish bilan, islomning yo'lida jihad qilish bilan
Qur'oni Karimni hayotga aylantiramiz. Bir jamiyatning hayotiga, jamoatning hayotiga, bir umumiy insonlarning hayot yo'liga aylantiramiz deb jihad qilgan. Bu jihad bilan islom ummati davomli aziz bo'lib kelgan. Shuning uchun musulmonlar qachonki jihaddan yuz o'rsa, ya jihaddan qochsa yoki jihad ibodatini tashlasa, o musulmon ana shu vaqtdan boshlab o xorliqqa qilishga boshlaydi birodarlar. Davomli musulmonning tuproqlarini, islom tuproqlarini qo'g'daydigan, islom chegaralarini, islomiy chegaralarini qo'g'daydigan, islomiy vatanni qo'g'daydigan, musulmonlarni qo'g'daydigan, u yani xotirjam bir urun qilib turadigan, uningga tajovuz qilmoqchi bo'lgan, uningga ko'z tikmoqchi bo'lgan dushmanlarni ana u tuproqdan yiroq qilish uchun tayyorlangan bir qo'shin davomli bo'lishi lozim. Agar buningdan ayrilgan musulmon davomli dunyoda xorliqdan ayrilmaydi. Shuna jihadga chaqirsa, sizlar ijobat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buningga chaqirgan. Demak, aziz musulmonlar, musulmonlarga chaqiriq Alloh subhanahu va taolo tarafidan namoz o'qinglar deb keladi, zakat beringlar deb keladi, ro'za tutinglar deb keladi, haj qilinglar deb keladi, oilanglarni yaxshi boshqaringlar deb keladi, Alloh taologa qulchilik qilinglar deb keladi, rostchil bo'linglar deb keladi, Alloh yo'lida jihad qilinglar deb keladi, din islomni himoya qilinglar deb keladi. Mana bu shunda chaqiriq kelgan chaqda musulmonning oldida yo'l ikki bo'ladi. Birinchisi o yo'lga kirish, o chaqiriqqa ijobat qilish. Ikkinchisi o chaqiriqqa ijobat qilmaslik, o yo'lga kirmaslik. Mana buningdan boshqa yo'l yo'q. Ikki yo'l bo'ladi. Agar musulmonlar umumiy yuzlik Allohning chaqiriqiga ijobat qilsa, bu vaqtda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deyilgan. Alloh xabar berganidek, bular eng yaxshi ummatga aylanadi. Eng yaxshi ummatga aylanadi. Mana bu ummatning yaxshi bo'lishining sababi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar yaxshilikqa buyursizlar, yomonlikdan to'sisizlar, Allohga ishonisizlar dedi. Mana bu ularning yaxshi bo'lishining sababi yaxshilikqa buyurish. Ya'ni islom buyurgan narsaga o'zi qilish bilan birga boshqalarni qilishga buyurish, islom cheklagan narsadan o'zi yenish bilan birga boshqalarni yenishga buyurish yoki ularni yondirish, Allohning ko'rsatgan ko'rsatmasi bo'yicha bo'lgan ma'ruf. Hamda tu'minuna billah, Allohga ishonisizlar deb Alloh oxirsi keltirishi bu yaxshilik, yomonlikni Alloh belgilab beradi. Nima yaxshilik, nima yomonlik, nima qonunsiz, nima qonunliq, nimaga buyursanglar bo'ladi, nimadan to'ssanglar bo'ladi, buning bekituvchisi Alloh demakdir bu yerda Alloh subhanahu va taolo. Aziz birodarlar, ijobat qilsin. Ijobat qilinglar. Yo'l ishga. Ya Allohning u vaqtda haqiqiy yaxshi ko'rgan mu'min bandalariga aylanasizlar. Alloh taolaning jannatiga kirsizlar yoki ijobat qilmaysizlar, sizlar mu'min sifatga loyiq bo'lmaysizlar deb Alloh taolo mana bizga bu yerda bayon qildi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum dedi. Haqiqat bir bo'ladi. Haqiqatning qarshisida, haqiqatning ziddida haq yo'q. Batil bor. Havo bor. Agar ular sizning chaqiriqingizga ijobat qilmasa, bilib qo'ying ey Muhammad alayhissalom, faqat ular havosiga ergishdi dedi. Demak, ya haqiqat bo'ladi
ya hava buludu. Ya iman buludu, ya küfür buludu. Ya hidayet buludu, ya azgınlık buludu. Yol işki. Üçüncü bir yol yok. Ya Allah'a icabet kılış, ya ki insan özünün havaya, hevesi icabet kılış. Aziz Müslümanlar, Müslümanın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degenden ken tallaş hukuku yok. O Müslüman özünün melini kandak başkuruş, kandak tepiş, malga kandak igi buluş, negi hajlaş, kandak hajlaş, bunundan başlar. Ailini kandak kurudu, kandak ailini kandak saklaydı, ailini kandak kogdaydı, ailini kandak terakki kılıdı, ailege kandak igi buludu, muşunundan başlap hemmeni İslam ügetken ve onu kösetken. Şu boyunca ya Allah'a icabet kılış, ya ki havaga icabet kılış. Allah'a icabet kılgan kişiler, ular imanı da tirik boğan kişiler, akidesi de tirik boğan kişiler, davası da tirik boğan kişiler. Ben bir Müslüman idim. Müslümanlık sübetki layık yaşım kerek degen kişiler. Eğer icabet kılmagan kişiler, ular xuddi ölüp ketken kişilerin kalbi bir narsani sezmegen, xuluqi bir narsani anlamagan kishiga o'xshash, ularga bu panda nasihat manfaat qilmagan, qalbi ölüp ketken kişilerdir burada. Şuna Allah subhanahu ve taala وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ sen kabrideki kişilerge gep anlatamaysa ey Muhammed Aleyhisselam dedi. Kafirliğini kabrideki kişilerge okşattı. O sözünü nasihat kılsan mı, terbiye kılsan mı faydası yok. Ergeşmeydi o. Emel kılmaydı o. Xuddi onun kalbi ölüp ketken insanların kalbi okşaştır. İnsan havasqa ergeşken çığı da Allah'ın aldı da ondak insanın kıymeti yok. Dünyada ondak insanın kıymeti yok. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala'nın aldı da kıymeti bulmagan. Dünyada inin kıymeti bulmagan. Ama özü İslam'ını dava kılavatkan, Müslümandaşılıkını dava kılavatkan insanlar mene bugünkü günde insanlık aleminde hem kıymeti yok az biraderler. Biz bugün davamlık dava kılavatımız, kişilik hukuk, insan hakları kayada digen davalarını kılavatımız. Nime için? Bizning haklarımız zayaulab ketayotidir. Biz insan haklarını nida kılavatımız, kişilik hukukni nida kılavatımız, dini erkinlikni çakırıvatımız. Nerede bu insan hakları? Nerede bu kişilik hukukları? Deb dava kılavatımız. Ama hiç kim kulak salmavatıdır. Perva kılmavatıdır. Nime için? Çünkü Allah'ın aldığı kıymetimiz yok boğan iken insanların aldığı hem kıymetimiz yok az biraderler. Müminin kıymeti imanı da, müminin kıymeti akidesi de, müminin kıymeti Kur'an'ı da, müminin kıymeti hakiki Allah'ın yolu da buludu az biraderler. Müslümanlar Rabbini tanımay, dinini hakiki tanımay, İzzet izdese o izzetini tapamaydı o. İnsan iman bilen kıymetlik. İmandan ayrılgan hemen o hayvandan farkı yok kişiye aylanır o. Sağlam akidesinin yolundan ayrılgan hemen dünyada nemenin menfaati, özünün menfaati, özünün şehveti, şunun keynidirlam yaşaydıgan bulaktırız buradarlar. Şuna insanı en kıymetli kıldığın nasi iman. İman nimi bilen hasıl buludu? İlim bilen hasıl buludu. En aldı bilen insan ilim giygi buluşu gerek. Şuna Ali raziyallahu anh ilim, ey oğlan ilim ügengin. İlim seni kovdaydı. İlim seni kovdaydı.
Malga qiziqmaki, malni sen qo'g'daysan degan. Chunki inson milini saqlash, milini qo'g'dash uchun terish orqali hayoti tugab ketadi. Aziz birodarlar, demak bu Allohning da'vatiga ijobat qilmagan, haq yo'liga kelmagan insonning qimmati yo'q. Agar biz Alloh subhanahu va taologa ijobat qilsak, eng yaxshi ummat bo'lamiz. Agar ijobat bo'lmasak, mana bugungi kundek Allohning oldida vaznimiz bo'lmaydi. Allohning oldida vaznimiz bo'lmaydi ekan, dunyoda vaznimiz, dunyoda e'tiborimiz bo'lmaydi. Xohlagancha haq huquqlarimiz dafsanda qilingan, xohlagancha tuproqlarimiz qo'limizdan tortib olingan, xohlagancha yurt makonlarimizdan sarson sargardon qilingan, butun dunyoning ko'z oldida insonning tasavvuridan eshib ketgan zulmni qila olgan. Ammo hech birisi ne zolimga qarshi turamiz deganlar, ne mazlumni qo'g'daymiz deganlar, a zulmni to'xtatqin, a zulmni qilmag'in, meni biz bu zulmni qilsang sen bilan munosabatni üzümüz, biz mazlumning tarafida demaydigan mana shunday holda biz yashaymiz aziz birodarlar. Şuna bizning vaznimiz bo'lmaydi. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolaning oldida inson aqidasi bilan, iymoni bilan qimmati bor. İnsanning tili, rengi, vatani, chiroyi, yiziqi buni bilan qimmati yo'q. Faqat insonning Allohning oldida iymoni bilan qimmati bor. Şuna Allah Teala İstacibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhyikum dedi. Kur'an-ı Kerim'ne hayatlık dedi Allah Teala. İslam'ne hayatlık dedi. Cihat'ne hayatlık dedi. Kaçan bu millet Kur'an'a kaydediken, İslam'a kaydediken, özünün cihadıga kaydediken ve dinine kaydediken o şu günüse dünyada hayat buladı. Yani başkalar onu itiraf kıladı. Başkalarının aldığı beraber yaşaydı. O insan idi de insanlıkını başkalar tanıydı. Bu mesela onunla perva kılmaydı. Kur'an bizge bunu öğretti. Yani İslam ümmeti tarihten beri Kur'an-ı Kerim'le arkalık aziz oldu. Kur'an-ı Kerim arkalık en güçlük düşmanlarını hem yok kıldı. Yok ıtalıdı. Mümin Müslümanlar bugün matematiklik hesapla tuğandın kin ana aşında harlıkka düş geldi buralarına. Ama biz Allah'ta yığlavatımız, yaş dökavatımız, devamlık Allah subhanahu ve teala'nın telavatımız Allah icabet kılmadı. Ne için? Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın çağırıklığı icabet kılgan kişi için Allah onun çağırıklığı icabet kıldı. Allah deydi, İza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vata da'ani da'i iza da'ani fallestacibu li vel yu'minu bi. Sendin ey Muhammed el-İslam mening bandelerim sorsa, men to'g'riliq sorsa, Allah bizga yaqinmi, duoyimizni ijobat qilamdi, bizning ahvolimizni ko'rib turamdi deb sorsa, deginki men haqiqatan yaqin. Ularga shu qadar yaqinki boyan tumurudinmi yaqin. Men ijobat qilaman. Qanda bir kishi meni chaqirsa, uning chaqiriqiga ijobat qilaman deydi Alloh taolo. Lekin shart bilan ijobat qilaman. Şart fellestacibu li. Ulamı mening chaqiriqimga ijobat qilsin. Vel yu'minu bi, manga ishonsin. Rabbimizning kuchi ham cheksiz. Rabbimizning qudrati cheksiz. Biz Rabbimizga tayinib o buyurgan yo'lni Qur'on ko'rsatgan ko'rsatmasi bo'yicha qilsak, Rabbimiz Allah subhanahu va taolo bizning yo'limizni oson qiladi. Bizning ishimizni oson qiladi deb menga ishonsin deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, Allah bizning duoyimizga ijobat qilish uchun
oldi bilan bizning Allohning chaqirig'iga ijobat qilishni shart etdi. Namozga ijobat qilishimizni shart etdi. Ro'zaga ijobat qilishimizni shart etdi. Mazlum, zulm qilingan vaqtda, musulmonlar zulm uchragan vaqtda uni qutqizishga ijobat qilishimizni shart etdi. Din bugungi kunda yo'q qilingan, dinga ishongan bir millat yo'q qilingan, ming yillar islomning tuprog'iga aylangan bir tuproq bugun kufr bilan to'shqizib o'tilgan vaqtda uni qutuldirish uchun ijobat qilgan millat kim men ijobat qilaman, uning chaqirig'iga men ijobat qilaman deb Alloh subhanahu va taolo mana buni bizga shart etdi. Aziz birodarlar, biz Allohga ijobat qilaylik. Qo'limizdan hech qanday ish kelmaydi. Demayli Allah musulmonni unda qo'ldan ish kelmaydigan qilib yaratmagan. Qachon musulmon Rabbim Allohning kitobiga qaytsa, o musulmonga har kuni, har soatda musulmon qiladigan ish chiqadi. Allah subhanahu va taologa ijobat qilish uchun Allohni tunish to'g'ri keladi. Chunki musulmon bugun bu soatda mana hozir meningki ustimga qilishga tegishli ish nima? Men qandoq ishni qilsam mendan Rabbim rozi bo'ladi. Men dinimning talabi bilan yashagan bo'laman. Men bir musulmonlik sifatim bilan yashagan bo'laman. Men bugun qanday qilgan vaqtimda Rabbim haqiqiy belgilagan menga ishni qilgan bo'laman deganni bilish uchun oldin ilm lozim. Allah'ını tunuş lazım. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala'nı tunuşka Müslümanlar kattık kızıkışı lazım. Allah'ını tunuştuğun yolu ilim yolu. Allah'ını tunuştuğun yolu okuş yolu. Demek aziz Müslümanlar, Allah subhanahu wa ta'ala bizge şu ayettinkin ve'lemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. Bilip koyanlar ey bendelerim, Allah subhanahu wa ta'ala insan bilen kalbi oturuştu tosalgı bulalaydı. Demek insanını idare kılıdığan, kontrol kılıdığan neyse kalp. Kalpke Allah men igen senin vücudunda seni hareketlendiratkan kalp mening qo'limda. Mening chaqiriqimga ijobat qilsang, sening qalbingni men bu chaqiriqqa texmo ijobat qiladigan qilaman. Iymonning yo'lini texmo tunutaman, haqning yo'lini texmo bildiraman. Bu Qur'onning yo'liga, islomning yo'liga, Allohning payg'ambarining yo'liga ve özəngnin üstüge düşkən vəzifəyə icabət qılmasan, sen qalbni sen başquramaysan. Men o qalbni haqni anlaşdın, haqni düşünüşdün, tosuman deb Allah Taala mana bu yerdə bayan qıldı. Demek bugün Qur'onni anlab turib, təbliğ nəsihətini anlab turib, şuncha yaxshi materiallarni anlab turib, o'qib turib, biz Müslümanların kalplerinin erimesliki, kalplerimizde onun saklanıp durmaslığı, kalplerimiz bunun içilmezliği, bana bugünkü günde Allah subhanahu wa ta'ala düşergen ve hakikatke biz tuluk icabet kılmaganlığımızın neticesiz buradarlar. Çünkü biz bunu Allah Teala yine bizge köstüp koydu. Kur'an'ın kadrini, İslam'ın kadrini hakiki bilip, bunun talebine layık yaşamayan gün oldu da, sizge akıbeti iğir boğan, yani kalbinin ketişi, kalbinin Kur'an'a mail bulmaslıktan ibaret, kisel bilen cezalayman deyip Allah bize bayan kıldı. O ayettinkin ve ennehu ileyhi tuhşerun, yenisile, mening qishimga keladiganligini bilib qo'yinglar.
Dünyada qançılıq Qur'andan qaçanlar, İslamdan qaçanlar, Müslümanlığa dağçılıqdan qaçanlar, özənlərinin dünyaya yaratılışdaki vəzifədən qaçanlar, dünyadakı özənlərinin gay nişanlarını çətnəb ketanlar, bilirlər ki, sizlər heç tutlanmaslar, mənim qaşımğa haman kelisizlər. Mən sizlər bilan hesablaşaman. Jaza, mükafat mənim qolumda. Azap mənim qolumda. Mening qishimga qaçsa sizlar nereden qaçsanlar? Deb Alloh taolo bizga mana buni ham agalanib qo'ydi, birodarlar. Demak, Allohga ijobat qilish qalbni ochadi. Yo'lni mustahkam qiladi. Rohat beradi. Alloh subhanahu va taoloning oldiga borgan chaqda insonni baxtli qiladi. Bu Alloh taoloning da'vatiga ijobat qilmaslik insonni azg'ini manfaatdan eg'ir pushaymanga, Allohning oldidagi tasavvursiz azobga mubtalo qiladi, birodarlar. Şuna Allah bandalarini mana bu Alloh taologa ijobat qilish uchun rahm qilib, nurg'un ishlar bilan yordam qiladi, birodarlar. Ba'zi vaqtda Alloh bandalarini kasallik bilan yordam qiladi. Namuratlik bilan yordam qiladi. Vatan tuproqlardan ayırış bilan yordam qiladi. Nima musulmon kasal bo'lib turib, kambag'al bo'lib turib yoki o'z vatanlaridan ayrilib turib Alloh subhanahu va taologa yaqinlashsin. Chunki musulmon Allohga yaqinlashadi. Uni to'sib qo'ydigan dunyodan ayrilganda, u qalbida bog'lanib qolgan, qalbi bilan bog'lanib qolgan vatanidan ayrilgan chaqida yoki u o'ziga azroq taajjub paydo qilib olgan sog'lomlikdan ayrilib qolgan chaqida u o'zida shunda o'ylaydi-da, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashadi. Alloh bu orqali bandalarga haqiqiy mehribon yaqinlashtirdi. Menga ijobat qilsin deb Alloh taolo yaqinlashtirdi. Xuddi bir kasal bo'lib qolgan vaqtda eng oldi bilan u doktorni eslaydi. Doktorni eslaydi-da, doktorning qashig'i berib, doktor ma durini yang desa, shu durini yeydi. Ochiq bo'lsin yeydi, tatliq bo'lsin yeydi, qimmat bo'lsin yeydi, azam bo'lsin yeydi. Ashunga o'xshash bir mu'min o'ziga Alloh taolaning rahmati bilan har turli sinoq keladi. O sinoq orqali mu'min Allohni eslab yig'laydi Alloh taolo. Alloh taolo u bandalarga yo'l ko'rsatdi. O qilgan xatoliklarni eslaydi, pushaymon qiladi, gunoh ma'siyatlarini eslaydi, tövbe qiladi. U orqali Allohga yaqinlashadi, ondan uning kasali, qalb kasali saqlaydi. O Alloh taologa ijobat qilishga boshlaydi. Shuning uchun insonning hayotidagi eng xatarli ish insonning qalbining o'lganligi, birodarlar. Chunki insonni dunyoda hayvondan farqlantirib turadigan narsa qalb. İnsonni mangu hayot qiladigan narsa qalb. Sog'lom hayot, Qur'onning nuri bilan yurgan, haqiqatni haqiqiy his qilgan qalb dunyoda insonni baxtli qilishdan sirt oxiratda ham bir umr baxtga erishadi. Ammo qalb o'lsa, nasihat anglamaydi. Nasihat bas o'rniga kelmaydi. Kitap material o'qimaydi. Alloh taolaning buyurgan buyruqlarga diqqat qilmaydi. Gunoh ma'siyatdan qochmaydi. To'g'ri xatoga anda ko'ngil bilmaydi. İnsan Allah'ın korkmaydıgan bulap kalıdı, neticede o insan cismi, cesedi bilen hayat, kalbi ölüp tügeydi. Şuna en xatarlik iş insanın Allah subhanahu ve ta'alaga icabet kılmasıdır. Çünkü insan Allah'a icabet kılmagan hemen havaya hevesine icabet kılıdı. Havaya hevesinin kendini kiridi, havaya heveski kendini kigen hemen insan ezişte başlaydı. Yol işki, hak yolga kirse, yoki havoning yo'liga kirse. Havoning yo'liga kirgan hamon inson ishga boshlaydi. Insonning havosi insonning manfaatida shakllanadi, birodarlar. Ya
masalan o bir chiroyli oila qurg'isi keladi, xotin og'isi keladi. Yoki harom pul topgisi keladi. Ya musulmon bandalarga zulm qilib turib, millatini, vatanini setib turib, huquqqa ega bo'lg'isi keladi. Ya kishilarning hurmatiga yolg'on saxtalik bilan erishgisi keladi. Har turli o'zining shaxsiy manfaatida shakllanadi. Ana o shuni har xil fadaz bilan fadazlab o'zining manfaatini o'ylaydigan bo'ladi. Havosiga ijobat qiladi. Havosiga ijobat qilgan inson dunyoda eng xatarli inson. Allohning oldida eng xatarli inson. Bu yo'lga kirish insonni har xil ig'ir oqibatlarga duch qiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana biz mu'min musulmonlarni havoga agashmay, nafsimizning manfaatiga agashmay, keyniga kirmay, faqat Allohga va payg'ambarga ijobat qiling. Uning ijobat qilgan chog'ingizda nomingizmi tirik bo'ladi, oilamizmi tirik bo'ladi, jamiyatingizmi tirik bo'ladi, haq huquqingizga ega bo'lasiz, dunyoda izzatga erishasiz, haqiqiy baxtlik saodatga yetasiz deb Alloh taolo lima yuhyikum sizlarni tirildiradigan yo'lga, u yo'l islom yo'li, Qur'on yo'li, jihad yo'li, mana bu yo'lga ijobat qilinglar deb Alloh taolo bizni bunga chaqirdi. Alloh subhanahu va taoloning chaqirig'iga ijobat qilgan kishilardan qilsin. Uni Alloh subhanahu va taolo hammamizni Qur'onning yo'liga amal qiladiganlardan qilsin. Uni Alloh subhanahu va taolo hammamizni din islomni mustahkam qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillah.